Yo, hammaga salom do'stlar. Endi bugun M3 Bradley'da o'ynaymiz. Bu maxsus qurollarga ega 25 mm M919 da adashmasam AFS deb sotilgan qurol. Voy, chiqib qolgan qaranglar yo'ldan. Ketdi. Juda silliq sariyog'dagi kezib o'tadi. Cho'tki, lekin ba'zan ta'sir qilmay qolishi mumkin. Lekin bu yagona qurol emas. Hozir asosiy quroli bizga eng keraklisi bu TOV 2B raketasi. U dushmanni tepasidan qoqadi. Xo'sh, bu raketa oddiy anti-geyimlardan вообще farq qiladi. U masalan dushman toshning orqasida turgan bo'lsa, tepasidan uchib kelib dushmanni yo'q qilishga qodir. Davay, STZ-88 ga yon tomondan otamiz. Anti-geyimni chiqmayapti-da hali. Ketdi. Yaxshi, bu anti-geyimni ishlatamiz. O'yla. Ha, mana o'zi o'lib ketish ham boshlandi. Xo'sh, Vietnam kartasiga tushdik. Bu unchalik qulay karta emas, lekin normalni M3 Bradley TOV 2B raketasi bilan. Qani shu lozimmi endi A ga yopishadi. Shu yon tomondan tursa ko'rinar ekan, lekin suhbat tashlashim mumkin. Boshqa joyga o'tib olamiz. Bu joy вообще ochiqda hozir. Hamma shu yerga mana o'zi ikkitasi bor. Vickers 2 S3M qanaqadir. Ke o'zlariniki qo'rqoqlar. Ko'rinmadi lekin boya. E'tibor bergan bo'lsanglar ko'rinmadi. To'satdan chiqib qoldi. Ha, yon tomondan kelib qolganda to'satdan o'tyapti. Orqa-orqa chekinamiz. Endi chiqishimizga qo'ymaydi shekilli. Sekin ko'raylikchi. Ha, bo'lib ketdi. Davay, endi chiqqandan solsa bo'ladi. Joyni biz birinchi egalladik. Ha, qoch. Qilma, qoch. Raketa. Hop. Ana ketdi. Rahmat birov senga lekin. Dushi. Boy qaytarib qoldi. Ko'rgan bo'lsanglar bitta o'q borib shunga tegdi. Yordam beraylikchi. Bizga yordam berganim uchun endi arzimaydi jigar. BMP2. Moniki. Ot. Tumshug'iga tepasidan otish kerak. Mana o'q doniga tegib, bum, portlab ketadi. Xullas, bu AFS desa ham juda qulay. Mana bu TOV 2B raketasi ham o'ziga xos juda ham qulay raketa, tepadan ursa bo'ladi. Boya o'ylab qolib yana qaytdim. Endi mana bu avval chiqib ketdi. Pilotni urish kerak. Samolyotda chiqamiz. Uni qaranglar, yog'liq qilingan go'shtlar. Kichkina level nima qilyapti? Mana yerda ham panzerchi taynalib kelaychi. Raketa. Davay, endi bu TOV 2B raketasi mashinasini ko'rsa bo'ladi, chunki bilsanglar anavi S tomonda toshlar juda ham ko'p. Oila Varzandarda ayiqlar bor ekan. Xullas, boyaga S tomonga qarab ketyapman. Ko'ramiz, yo'lda nimalar kutadi bizni. Mana o'z boshlandi. Mana tankligini bilasizmi? Pankeyk. Mana ketdi, tepasidan yedi. TOV 2B. Ko'ryapsizlar, toshlar orqasida tursang umuman farqi yo'q. Bunga ko'zlab o'tish shart emas. Qochay. Tiqilaverib yedi. Ba'zan shu jamoadoshlar dushmandan battar bo'ladi-da, tiqilaverib. Menimcha yaqinda emas, o'tganda mana foydasi yo'q. Hozir mana toshlar orqasida turibdi bular ham. Agar tumshug'ini chiqarib, poylab o'tirmagan bo'lsa, qoqsa bo'ladi. MP2 yaqinmi? Yo'q. Mana orqasidan chiqami? Ayo, chiqmadi, uzoqda ekan. Xullas, hozir toshlar orqasiga o'tib, ko'rsatamiz bularni. Xo'sh, bu yerda yo'q, ko'zda o'tirgan yo'q. Sekin yaqinlashamiz. Mana shu T-72 portlatib yorsa-da. O'yla. Halicha ozroq yaqinroq borish kerak. O'qini otib bo'ldi, endi boraylikchi. Davay. O'yla, tentak, nimaga anaqa qilasan? Smok kerak emas-ku. Tentak. Tuzuk ko'zlamadim. Davay, battar bu. So'ray, yordam bera olmayman. O'zing qutqar. Jamoadoshlar doimo menga yordam berib yurmagan. Shunaqangi ichib qo'ramanki, pastda tam 2 sip bormi adashmasam? Ham pastga tushyapti, tepaga ko'tarilyapti, bilib bo'lmaydi. O'la. To'g'ri, jaunchalik qo'mishonimga ham ketmayapti. Mana endi o'tolmaydi ular. Tumshug'ini ayirdik ikkalasini. Sekin mana shu tomondan tekissam boramikan otsam. Necha borish kerak? Otib ko'ramiz hozir. Hoppa, yo'q bo'ldi.
ko'ryapsizlar, oldidan chiqib, portatib yuborib, bunaqa vaziyatda kerak emas. Davay, pastga qarab ketdi hozir. Kim birinchi ko'rsatuvchi o'tdi mana. Motori yon tomoniga o'tamiz. Yo'qpa, yo'qib ketdi. Ana. Bu karta ham yomon emas. Yaponiya kartasi. Shuningdek, bu yerda toshlar ko'p va uni orqasiga ajraladigan krisat tanklar ko'p. Balon teshmasa o'zimizga. Mayli shu orqa tomondan o'tib, bizlar ham sekin toshlar orqasiga o'tsak, tepadan ko'zlamasdan o'tirsak ham farq yo'q, ko'rsatamiz. O'ta olmishdir, menimcha uzoqda yo'q. Sal yaqinlashaychi. O'qtiydi, otdi shekilli. Ha, yo'q, uzoqda u. Ha, ana, BMP2 yo ZL otdi. BMP2 ni ko'raylikchi. Hoppa, yedi. O'qtoni tegib ketdi-da. ZL. Hop. Tumshug'i yoniga o'tamiz, motorga o'tamiz. Davay, motordan tosh bor ekan bu yerda. Atiga ham ketdi. Tepasidan portlata. O'yladi, chop ketdi. 60 MBT. Buniki o'qda ham tegsa bo'ladi. Teshadigan joyi bor ekan, lekin shart emas, mayli. Atiga turganda o'qqa nima zarur? Olifant MK2. Sal orqaroq. Yuraylikchi. Hoppa, chiqdi. Davay. Ot. Atiga ham boramiz. Yo'q, atiga ham shart emas ekan. Yo'qib ketdi. Qoyil, o'zimga qoyil. T64BV. Bunga shart. O'yladi, tutun. Shartmi ya, shu tutun. Tumshug'ini yedik. Tumshug' ketdi. Ukamiz o'tolmaydi. Davay, T72B. Uzoqroqda turibdi. Atigi. O'yladi. Bu ham Canon bir ish topib ketdi. Uzoqlashib ketyapti. Otish qiyin hozir game turguncha ham ancha vaqt bor. Ketdi. Ko'rmasdan turib o'tamiz, balki tegar. Tegyapti-da, nimadir bo'lib portlata olmayapti-da. Yo, noto'g'riga tushib qolyaptimi? Mana. Bo'lmayapti nimagadir. Osmonda yo'q. Mana osmondan ham kelyapti. Voy, klassik berdi. Xo'sh, Baglashin Panzer bu uzoqda ekan. Kesin artilleriya zeyda. Qochib ketdi ham. Kesin. Mana bu lekin yomon. Adashmasam shu 3,5 kilolar hit o'q otadi-da. Ketdi raketa. O'qtoniga tegmasa bari bekorda, o'qtoni sal chetroqda joylashgan ekan. 4-chi otamiz. Shu yerda tugatsak ham bo'ladi bolalar. Video to'g'ri qisqa qoldi. Agarda qiziqroq bo'lsa, ikkinchi qismini ham yuklayman. Hammaga rahmat.